Aniq bilaman, sizda ham bu holat bo'lgan. Ozgincha lut qilasiz, lekin popkez doim to'lib qoladi. Buni sababi esa padborni to'g'ri nastroyka qilmagansiz. Lekin hech qisi yo'q. Hozir men sizga padbor to'g'ri nastroyka qilish o'rgatib qo'yaman va bu holat qaytarilmaydi. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like, kanalga obuna bosish esdan chiqmasin. Biz esa videoni boshladik. Nastroykaga kirib, padbor bo'limiga o'tib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu birinchi bo'lim. Ko'pchilikda avtopadbor pistoleti va avtopadbor bokovой pritsel yoqib o'tiradi. Maslahatdan o'chirib qo'yganinglar yaxshiroq. Misol menga lut qotgan paytim pistolet yoki bokovой pritsel olsa yoqmaydi, yoqimsiz. Chunki men bu narsalarni umuman ishlatmayman. Bu knopka hammada po umolchanib turadi, lekin biz увеличение o'zgartirishimiz kerak. Nimaga desanglar, shu ko'k magazinni qaytib olmaydi. Faqat bizga kerak bo'ladigan qora rangli qirqtalik qiladigan magazinni oladi. Tabriklayman, birinchi bo'limni hal qildik. Endi ikkinchi bo'limga o'tishimiz kerak. Ikkinchi bo'lim medikamenti, ya'ni aptechka va narkotikalarga bag'ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, 15 ta bin qilib qo'yganman, chunki ultimate ralda ko'proq siz zazoni ult qilasiz. To'g'riroq zazoni yashab kelasiz, keyin oxirida top 1 ga harakat. O'xshasa top 1. Xo'p, buni tushundingiz. Qo'yinlari keladigan bo'lsa, 4 ta aptechka, 2 ta bo'la o'talashi va 3 ta energetik. Aptekalar podbor ichida bu eng ideali. Ishoninglar, oldinga qaraganda kamroq joy oladi. Ko'rgan bo'lsangiz, katta aptechka va shpritsi qo'shmadim, chunki ularning hajmi juda katta va juda ko'p joy oladi. Gap bo'lishi mumkin emas, ikkinchi bo'limni ham o'zlashtirib oldingiz. Endi eng kerakli va oxirgi bo'lim qoldi. Uni boshlashimizdan oldin men sizga Admiral akkaunt savdo markazini yaqindan tanishtirmoqchiman. Bu bizning akkaunt savdo. Bu yerda Notik, Primebeka va men garant beramiz. Undan tashqari bizda adminlar ko'p, odzivlar ham juda yaxshi. Endi akkauntlar narxi keladigan bo'lsa, mana misol, Sulim 465, Mumyoyim 467 level, qo'yinlari M24 killchat, Vector killchat, Amer killchat, Uzi, UMP, DBS killchat, akkaunt narxi $130. Menimcha normal. Manzil, Instagram profilimga kirasiz. Bu yerda ссылка turibdi, akkaunt savdo. Yokida aktualnida yana akkaunt savdoga ссылка. Biz esa videoni davom ettiramiz. Bu bo'lim 3-chi va oxirgi. Bu yerda granatalarni saralab olishimiz kerak. Ultimate Royal ortiqcha narsalar kerak emas. 4 ta dona granata va bitta dona olov yetadi. Pritselga keladigan bo'lsa, men 4x yaxshi o'ynayman. O'shaning uchun 4x olgan qilib qo'ydim. Aslida misol 3x yoki 6x yaxshi o'ynasanglar, o'shani qilib qo'yinglar, bo'ldi.